dog'i ketgan kabobchi bo'lmasam ham, o'zimga yarasha tajribaga egaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Siz uchun bugun foydali life hack. Mana o'sha yangilik 5 sekundda o'zi yonuvchi ko'mir. Bizda ikki xil qiymamiz bor. Bittasi jaydari, ikkinchisi g'ijduvon. Bular sixlash jarayonida tepa va past qismlarni yaxshilab mustahkamlaysizlar va grami 70 gramdan bo'lsa 1 kilodan 13 ta tushadi. Bu tovuq marinatimiz. Bu biodaradan tayinlangan. O'rta hisobda bu ham 13 ta 14 tadan tushadi. Bu esa kontur go'shtimiz. Yeganlar biladi mazasini. Donasiga bu ham 12 ta 13 ta tushadi. Jaz kabobimiz 10 minutda pishadi. Tovuq bilan qiyma esa 7 minutda. Yonib ketdi. Suv olib kel, suv. Shashi yonib ketmasligi uchun ko'mirning orasini ochib taxlaymiz. Kabobimiz ham tayyor. Sizlarni do'konda kutib qolamiz. Qani olinglar.